Bismillahirrahmanirrahim. Avvalambor, hammalaringiz bilan tanishganimdan xursandman yana bir bor. CM'da qilamiz. Yo'q, shunchaki CM'da emas, kodga kiramiz. VS Code'ga kiramiz. Mana VS Code'ga kirdi. Bunday qilamiz. Bunday qilamiz. Bunday qilamiz. Ketdik. Hamma narsasi cho'tga ko'ryapti degan umiddaman. Ketdik. Fayllarga boshlab o'tib ketaveramiz. Men unaqa narsa qarab o'tirishim shart emas, o'zi umuman kerak emas bu narsa. Shunchaki bir nima deydi, kerak bo'lib qolar degan maqsadda shu kitob turadi mana bu yerda. Chunki o'sha ana shu bir yo'nalish bo'yicha nima deydi, order degan narsa bor-da, ingliz tilida aytadigan bo'lsak, o'sha nima deydi, step birma-bir keladigan narsa bo'yicha o'tishim kerak. Men chakashtirmasligim kerak sizlarni. Ya'ni misol uchun hozir bilaman to'g'risi, mana uni o'tsamda keyin bunga qaytib qolsa, u boshqacha. Shuning uchun ana shu kitob ochiq turadi. To'g'ri qaramasligim yoki unga unchalik nazar solmasligim mumkin, baribir turishi kerak. Okey, ketdik. Gapni kam qilamiz-da, xudo xolasa boshlayveramiz. Mana kattatirda, menimcha juda ham yaxshi ko'rinadi sizlarga. Kattatirgan versiyasi ham chotki. Ketdik. O'zi user input nima? Kelinglar user input haqida gapiramiz. Tasavvur qiling, siz qanaqadir nima deydi, siz qanaqadir app yasadingiz. O'sha appingiz faqat user uchun ishlash kerak. Ya'ni misol uchun siz creatorsiz, ya'ni siz yaratdingiz. Yaratgan narsangiz, appingiz nimadir, qaysidir programmangiz odamlar uchun ishlash kerak, to'g'rimi? O'sha odamlar ishlash uchun u programmangiz odamlardan nimadir so'rash kerak. Avvalo, nimadirni kirgaz, nimadirni chiqar, nimadirni qabul qilishini kutadi programmangiz odamlardan. Xuddi shu narsani user input bilan kiramiz. Ya'ni input degan narsamizni qilamiz. Kelinglar ketdik boshladik. O'sha bir xabar degan oddiygina nima ochamiz-da, input deb olamiz. O'zi input bu kirgizish. Input faqat string kirgizadi, mana qarang. Input yozilgan prompt object ikkita qo'shtirnoq bilan str. Tushunamizmi? Mana uni input bilan yozasiz. Misol uchun bunday bossangiz, kontrolni bosib tursangiz, mana o'zi ko'rsatadi input nimaligini. Input functions mana bunaqa string oladi. The string is standard input. The trailing new line strip. Agar mana uni ustiga bosadigan bo'lsak, funksiyasini ko'rsatadi. Input o'zi nima qila oladigan darajada deb aytishingiz mumkin. Mana juda ham yaxshi. Yaxshi, unga qaytib o'tirmaymiz. Xabarlar degan kiramiz. Assalomu alaykum. Ismingizni kiriting. Yo'q. Ismingizni kiriting. Ikki nuqta qo'yib ketamiz. Bilan? Keyingisi yozamiz. Print yozamiz. F-string bilan chiroyli qilib beradi. Buni allaqachon o'tganman. Assalomu alaykum. Xabar. Assalomu alaykum xabar. Ismingizni aytadi-da. Bitta yerga chaqiramiz. Xush kelibsiz tizimga desin. Hozircha kattatirib olay. Mana. Xush kelibsiz tizimga desin. Agar buni bosadigan bo'lsam, qaranglar nima chiqadi. Ismingizni kiriting. Ismim Abul Qosim. Bosadigan bo'lsam, assalomu alaykum Abul Qosim. Xush kelibsiz tizimga degan narsa bo'ldi. Bu nima deyapti? O'sha bemalol ishlatishimiz mumkin. Kelajakda yaratilgan applarimiz hammasi odamlar uchun xizmat qiladi. Misol uchun yaratib qo'yib shunchaki qarab o'tirmaymiz, to'g'rimi? Hammasi odamlar uchun ishlatilishi kerak. Mana inputni ham qilib, stringni ham ko'rsatib berdim. Yana ham chiroyli qilib chiqarishimiz mumkin. Qo'limizdan juda ham ko'p narsa kelaveradi. Xo'p, keling, birinchi navbatda mana shu ismimizni kiritsin, ismimizdan keyin qaytarishni ko'rsatsin. If else o'tgandek, to'g'rimi? Kelinglar bir hammasini ishlatib biror narsani tushib tashlaymiz. Keling, davay ketdik. Xo'p, birinchi navbatda pastga tushib olamiz. Bir qanaqadir narsa ochib olishimiz kerak. Nomlashimiz kerak. Xo'p. Kelinglar nima deb ochsam. Yosh deb ataymiz. Kelinglar shu yosh qilib input qilish kerak. Input. Qarang. Assalomu alaykum. Yoshingizni kiriting deb atasin. Ya'ni bizga so'rasin, yoshingizni kiritishni so'rasin. Yoshimizni kiritishni so'rasin. Keyin nima qilamiz? Ya'ni shu narsani yosh deyishidagi integerga tenglab qo'yasiz. Integerga tenglab qo'yasiz. Integer deb ataysiz. Xuddi mana bu qatori ketyapmiz.
Mana u kitob qatori. Ya'ni integerga tenglab qo'yishimiz kerak. Integerga aytishimiz kerak yoshimizni. Yosh deysizlar, yosh. Ya'ni yoshimiz integer qabul qila olishi kerak. Nimagaki misol uchun har doim bizda yoshimiz bunaqa bo'lishi mumkin emas-ku, bunaqa 3,5, 5,5 yoki 18,5, 19,5 degan narsa bo'lmaydi, to'g'rimi? Bizda integer qabul qiladi. Agar Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana bu yosh kiritibku. Aha. Bu katta harfda bo'lishi mumkinmi? Farqi yo'q. Xohlasangiz mana buni ham katta qilish mumkin. Endi mana boshlanishi. Yo'q, bemalol. Xohlagan o'zgaruvchingizni qabul qiling. Misol uchun bizda o'zgaruvchilar ko'p. Ingliz tilidan nomlanadigan hammasi inglizcha bo'lishi mumkin. Boshqacha bo'lishi mumkin. Bemalol qilaverishingiz kerak. Agar deyapti-ku 48 dan yoshli katta bo'ladi. Bizga kerak emas yoshimiz. Yoshimiz nechidan katta bo'lsa, keling 19 dan katta bo'ladigan bo'lsa, yo 18 dan deylik. 18 dan katta bo'ladigan bo'lsa, parentesidagi bitta nima qo'yamiz? Bunaqa en qo'lamizda siz ovoz berishingiz mumkin. Chunki kirgizarga yoshimiz 18 dan katta bo'lishi kerak. Yoki-da else yozasiz. Print yozasizda-yu. Men bor uzr 19 yoshda. Yoshga. To'g'rimi? 18 yoshga. 18 yoshga kirsangiz keling. Adashmasam to'g'ri yozdim. To'g'ri. Yoshimizni so'raydi o'zi mana edi. Yoshimizni kiritamiz. Yoshimiz 22 da. Siz ovoz berishingiz mumkin. Rostdan ovoz berishingiz mumkin. Bemalol shunaqa qilib o'zingiz bo'ladi. Yana kirgizamiz. 17 deylik, 17 deydigan bo'lsak, men bor uzr 18 yoshga kirsangiz keling degan narsani chiqarib beradi. Mana qaranglar, o'zi xohlagancha o'ynasak bo'laveradi. Yana bu o'zingizga bog'liq. Juda ham o'zingizga bog'liq. Xohlagancha o'zi nima qilsangiz bo'ladi. Keyin bitta narsamiz bor. Chiroyli narsa mana dagini tekshirib ko'ramiz shu narsani. Nima qilishimiz kerak? Bu asosan toq yoki juft sonliklarni aniqlab beradi. Avvalo number kirgizasiz, yoshingizni kiritasiz. Agar o'sha narsa bo'linadigan bo'lsa, ya'ni kelinglar, raqam deymiz, raqam kirgizamiz. Xuddi shunday tepadagi input deymiz. Input deysizda-yu. Yo'q, mana raqam kiriting, men toq yoki juftligini aytaman. Xo'sh, mana ikki nuqta qo'yamiz, chiroyli qilib tursin. Keyin raqam deysizda-yu, o'shani ham integer qilib olasiz, raqamni integer qilib olishimiz kerak. Xo'p, aytyapsiz, agar raqam 2 ga qoldiqsiz bo'linsa va teng bo'lsa, yo'q, 0 ga teng bo'lsa, to'g'rimi? 2 ga qoldiqsiz bo'linsa va 0 ga teng bo'lsa, o'sha f string bilan bu raqam juft. Bu raqam juft desin. Yoki-da else, yoki-da parenthesisdagi f string bilan bu raqam toq. Kelinglar bir tekshirib ko'ramiz shu narsani. Yana kiritamiz, ko'rib chiqamiz. Menga raqam kiriting, men toq va juftligini aytaman. Xo'p, bizga 4 kiritamiz. Bu raqam juft. To'g'rimi? Endi yana kirgizamiz. Misol uchun 13. Bu raqam toq. To'g'rimi? 5 kirgizsam, bu raqam toq. 3 kirgizaman, bu raqam toq. Nimagaki 2 ga qoldiqsiz bo'linsa va uning javobi 0 ga teng bo'lsagina, mana shu eng muhimi shu. Hozir yozgan eng muhim narsa mana shu. Eng muhimi. Ana shu 2 ga bo'linadigan bo'lsa va o'sha narsani toq bo'ladigan bo'lsa, bemalol qilib olasiz. Kelinglar bir tashlab qo'yaman, chunki qanaqadir keyinchalik bemalol ishlatishingiz mumkin. Bir nima deydi, mazza qilib o'zingiz rang qilib olishingiz mumkin. Mana tashqari. Yaxshi, juda ham yaxshi. Ketdik keyingi bosqichlarga o'tib boraveramiz. Yana nimalarimiz bor?
bular bo'ldi, o'zi qolganlarni o'zingiz bemalol qolsa bo'ladi. Endi while loop haqida gaplashamiz. While loop o'zi nima deydigan bo'lsak, bu asosan qachonki bajaradigan ishimiz, ya'ni true qaytarmagunicha, ya'ni nima deydi, true debman, false qaytarmagunicha o'sha narsani doimiy to'xtamasdan bajaradigan bu bir funksiyacha. O'sha nima deydi, funksiya bani ichida. Bu yerda aytibdiki, misol uchun raqam deyapti-da, o'sha narsani birga tenglashtiryapti. While deyapsiz-da, while bu asosan toki false, yolg'on bo'lmaguncha qayta ishlayveradigan narsa-da. Raqam deyapti-da, o'sha son 5 gacha bo'lish kerak, 5 gacha sanash kerak. O'shaning uchun 5 dan katta bo'l 5 gacha. Keyin aytibsiz print deyapsiz-da, raqamni chiqarish kerak, hozirgi raqamni chiqarish kerak. Bo'lmasa, keyin hozirgi raqamga har safar plus bittadan qo'shilib ketaverishini so'rayapsiz. Har safar bittadan. Keyin rang qilib ko'ramiz mana. Qarang. 1 dan 5 gacha chiqib qoldi. 1 dan 5 gacha degani o'sha 1 dan 5 gacha sanab berdi. Chunki har safar bir qo'shib ketdi. Agar mana shu bir qo'shib ketgan narsani mana bu yerda oldiga yozib qo'ysam, keling mana oldiga yozib qo'yaman. Inaran qilishni boshlayman. Bu degani endi to'xtovsiz mana bir ketyapti, to'liqligicha yozibdi. Qachonki o'sha xotiramizga ziyon bo'lmagunicha, ya'ni o'zimizda RAM-ni to'ldirmagunicha xuddi shunaqa loop ishlab ketaveradi. Bu juda ham yomon. Chunki loopga tushib qolganingizda har asosan bilmay qoladigan bo'lsangiz, bu juda ham xavfli bo'ladi yaratgan API uchun. Chunki ishlatadigan odamga, o'sha serverga juda ham nima deydi? Og'irchilik tushib ketishi mumkin. Og'ir bosim tushib qolishi mumkin. Shuning uchun unaqa qilmaslik kerak. Shu narsaga e'tibor. Aha, xo'p. Mana bu menda run bo'ldi. Nima qilmay? Run bor-ku. Aha. O'sha chiqmay qoldi. Yo'qotib qo'ydi. Nimadami? Visual Studio'dami? Nima deyapti sizga? O'sha belgicha yo'qolib qoldi. Belgichani topish oson-ku, mana yerda fayl bor, fayldan run degan narsa bor. Runni start by F5 bilan qilsiz bo'ladi. F5. Shu bo'lsa ham bo'laveradi. Yoki o'sha joyida bunday qilasiz-da, run qilsiz ham bo'laveradi joyida mana. Run Python. Mana run bo'lishni boshlaydi. Hozircha hech narsa yo'q bo'lgani uchun run bo'lmayapti. Aytyaptiki, o'sha xabarga bitta plus qilyapti. Qarang, mana bitta plus degani bitta qo'shib boriladi. Ya'ni aytyaptiki, n qilyaptiki, n bu bitta tashlaydi, pastga tashlab ko'rsatadi. Xo'p, ya'ni quit deb yozing. Appni yo'q, dasturni deylik. Dasturni to'xtatish uchun deb aytamiz. To'xtatish uchun. Nuqta qo'yib ketaylik, mana. Ketdik. Xo'p, keyingisi deyaptiki, endi xabar deb aytibdi. Xabarimiz qanaqa bo'lishini bilmaymiz. Shuning uchun bo'sh listni nima qilib ketamiz? Bo'sh string ochib ketamiz. Ya'ni bu boshqacha xabar bo'lib, xohlagan xabarimizni olish uchun. While deyaptiki, agar xabarimiz quitga teng bo'lmas ekan, bu teng bo'lmas ekan degan narsa bor. Qarang o'zi, bor yo'q shu. Qarang. Quitga teng bo'lmas ekan. Ana shu narsa, quitga teng bo'lmas ekan, xabarni chiqaraversin. O'sha xabarni qaytaraversin. Input testday, qarang, input xabar. Tushunasiz? Xabarni chiqaraversin. Yo'q, xabar demaylik, hammasini xabar bo'lib ketib qoldi. Buni mana uni xabar deb aytib ketamiz. Buni ham xabar deb aytib ketamiz. Bu yerga kelmadi nima deydi? Xabar kerak. Mana bu yerda xabar bo'ladi. Xo'p, kim print o'zida-yu nima qilyapti? Xabarni nimasini chiqarishimiz kerak. Ikkinchisini xabarni o'zini chiqarishimiz kerak. Mana qarang, mana yozyapti. Menga nimadir ayting, men qaytaraman. Salom. Qachonki quit yozsam chiqib ketadi. Quit deb to'xtab ketadi. Ya'ni kodimiz xuddi shu uchun yaratilgan. Eng nimasi asosiy joyi mana shu. Agar teng bo'lmasa quitga teng bo'lmasa, o'sha narsani so'raydi, chiqaraveradi qaytarib while bilan. Chunki so'raveradi, chiqaraveradi. Xohlaganingizcha. Eng muhimi ana shu. Bunaqa strukturasi. Qarang, tepadagisi mana bu eng muhimi, undan oldingisi mana bu edi. Juda ham bir
kichkina narsalarga bog'liq bo'lib qolgan joylari bor. Qarang, mana misol uchun juda ham oddiyda, shu uchun qanaqadir qiynalmaysiz bu dasturlash usulini o'rganish davomida. Endi while true degan narsamiz bor. While true degan narsamiz bor. Ya'ni har doim to'g'ri bo'lsa, ya'ni true bo'lsa deyapti, o'sha narsani qaytarish uchun. While true mana buni ishlatarkanmiz. Mana shu joyda turib kelaylik, ketdik qo'shamiz. Mana endi active true yoziladi, yo'q shart emas. Bizga while true yozasiz. Mana qarang, true yozib ketasiz. Har safar o'sha true bo'lgani uchun while true yozasiz. Agar xabar deysizda, xabarni input bilan o'sha xabar demaylik, message deylik. Message mana unga qarab qolyapmiz. Input deymizda xabar deb aytib ketamiz. Qaytarish uchun. Agar message quit ga teng bo'lsa, qarang, eng asosiy joyi shu. Quit ga teng bo'lsa, bo'lmas ekan false bo'lsin. Xo'p, else bo'lsin, print o'shani xabarni messageni o'zini chiqarish. Shu o'siz mana xabar. Salom. 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 Oxirida quit. Tamam. Nima qildi? Bu nima qildi? Yo'q. To'xtatish kerak buni. Nimasi o'xshamay qoldi. Active true qilishim shartmidi. Shunchaki quit qila qolay, break qilamiz. Hozir tushuntiraman break nimaligini. Quit yozsam. Mana. What the hell? Aha, xabar. Message qo'yapman. Buni xabarni chiqaryapti input. Agar messajimiz quit bo'ladigan bo'lsa, aktiv birdan break bo'lsin. Yo'q, aks holda nimadandir adashyapman. Adashmasam adashyapman ham. Kelinglar bir ko'ramiz nimaga chiqarishni. Qarang. Nima bo'lsin? Quit. Yana qaytaryapti-ku bu. To'xtang. Bitta taran qilaydi. Aha, quit. Mana chiqib ketdi. Buni ishlamay qolgan to'g'riladik mana. Quit deb yozadigan bo'lsangiz, sirasi break bo'ladi. Break nimaligini hozir tushuntirib beraman. Break bu asosan o'sha yurib ketayotgan narsani belgisini olib bir uradi sinib ketadi. Tushunasizmi? Bu sirasi nima deydi? Qisqa bir muddatda ichida kodni sirasi katatizakda to'xtatish, break qilib ketasiz. Yana while true deyapti-ku, while true bo'ladi-da city deyapti-ku. City, ya'ni shaharni aytayapti-ku. Shaharda o'sha input qilib kirgizasan, qaysi shaharni, o'sha promptni qaytarsin, o'sha narsani qaytarish. Yana qarab, agar city, ya'ni shahar quit ga teng bo'ladigan bo'lsa, break qil. Bu break bu sindirish uchun, kodni teng o'rtasidan sindirish uchun print deysan, f-string bilan men bu shaharlarga bormoqchiman desinda-yu, city desinda-yu, o'shani title'da chiqarsin. Tushunasizmi? Title qilib chiqarsin. Bosamiz. Shahar deydigan bo'lsa, misol uchun Samarqand. Samarqandda yashayman o'zi. Bu shaharga bormoqchiman, shahar Samarqand. Toshkent deymiz, shaharga bormoqchiman. Amerika, Koreya, Yaponiya deb aytamiz. Mana bularga quit yozadigan bo'lsam, sirazi to'xtar ekan bizning kodimiz. Ya'ni o'sha yurib ketayotgan joyda sirazi sindirib qo'yib qo'ya qolar ekan kodimizni xuddi shunaqa qilib. Xo'p, yana nimalar o'rgatib ketsam bo'laveradi? Dictionaries bilan ishlasak bo'laveradi. Kelinglar, hamma narsani iloji boricha mayda-chuydaga tushuntirishga harakat qilyapman. Yana ham tushuntirib ketaveraman. Bu narsani to'g'rilab nima qilamiz? Juda ham ko'pchilik odamlarni almashyapti, bilmasam zerikarli bo'lyaptimi, boshqa ham bilmadim. Xo'p. Unaqa ko'p narsa qolmadi, o'zi samaraga yaqinlashib qolibmiz. Juda ham oddiy. Mana qarang nima deyapti. Moving items one list, ya'ni bitta listdan ikkinchi listga olish. Ya'ni birinchisi unconfirmed users, ya'ni allaqanday confirm bo'lmagan, ya'ni tasdiqdan o'tmagan userlar va tasdiqdan o'tgan userlar. Buni bo'sh list qilyapti. Aytibdi, while unconfirmed user har safar o'sha mana har bittasi uchun ishlash uchun, tushunamizmi? Agar hozirgi user
hozirgi user deyaptiki, unconfirm userning ichida pop bo'lsin, ya'ni har bittasini bittadan olsin. Verify user, ya'ni string bilan current user nuqta title bilan chiqarsin. Confirmed user nuqta deyapti-dayu, append current user. Ya'ni sirazi current userning ichida, ya'ni mana uni ichiga qo'shib ketaversin. Keyin print following user have been confirmed deb chiqarsin. For confirmed user in confirmed users, please confirmed users deb aytsin. Tushunabsizmi? Kelinglar bir tekshirib ko'ramiz. Biz boshqacharoq qilib ko'rsatmoqchiman. Kelinglar mana misol uchun nima desam? Xo'p. Xabarlar, yo'q. Unread messages. Unread messages deyapti. Asosan unread messages ichida list qilib ochilgan. Misol uchun xabarlardan hello, how are you, and what are you doing. Shunchaki ahmoqona gapiraman. Hop, how is your plans tomorrow? Ertaga planlaring qara. Endi read messages. Qarang, read messages. Shunchaki bo'sh list tashlab ketaman. While qarang, unread messages. Ya'ni aytayapmanki unread messages, while true yozay. While true unread messages. Agar xato bo'ladigan bo'lsa, unread messages nima bo'lsin? Unread messages nima bo'lsin? Yo'q, unread message demaylik, while true yozamiz-dayu. Xabarlar, ya'ni xabarlar desin-dayu. Nima qilgandik? Unconfirmed userslarni ichidagi boyagida qo'shishimiz kerak edi, to'g'rimi? Agar xabarlar bo'ladigan bo'lsa, xuddi mana bunga o'xshatib, agar keladigan xabarlar bo'lsa, har bittasini o'sha nima qilishimiz kerak? Pop bilan olishimiz kerak. Ya'ni har bittasidan pop metodi har doimgidek oxirdan boshlab oladi. Mana oxirdagi narsalardan boshlab oladi. Aytasiz unread message nuqta deysiz-da-yu, pop metodini qo'yib ketasiz. Pop metodi bu har doimgidek teginmaymiz, oxirdan olib ketaveradi. Keyin biz nima qilishimiz kerak? Print yozib ketishimiz kerak. Har bittasi uchun print yozishimiz kerak. Chunki mana bu xabarlar o'qildi va nimaga qo'shildi? Hozirgi yangi o'qilgan xabarlarni ichiga qo'shildi degan narsani aytishimiz kerak. Tushunyapsizmi? Har bittasi uchun shuna qilishimiz kerak. Endi aytamiz. Print deymiz-da-yu, string bilan bu xabarlar o'qildi deyishimiz kerak-da-yu. Nima qilamiz? Ya'ni xabarlar nuqta title ketamiz. Title qilish uzr. Bu xabarlar o'qildi deyishni title qismida-yu. Keyin read messagesni ichiga append metodi bilan qo'shib ketishimiz kerak. To'g'rimi? Append metodi ham bor. Mana append metodi bilan hozirgi nimalarni qilishimiz kerak? Mana bu o'qilgan xabarlarni tashlab ketishimiz kerak. Keyin xabarlar bo'lsin, ya'ni rostlanib qilsin. Keyingisi nima qilishimiz kerak? Keyingisi bundan keyin o'shancha narsani chiqarishimiz kerak. Bu xabar allaqachon nima bo'lsin? Hammasi o'qilgan desin-da-yu. Keyin har bittasi uchun chiqarsin. Har bittasini title bilan chiqarib bersin. Keyin nima qilib? Print qilamiz-da-yu. Bunaqa bitta qatashib olib, bu xabarlar shuni bu xabarlar o'qildi desin. Mana bu xabarlar o'qildi. Yana for xabar in xabarlar har bittasi uchun-da. Yo'q, read message bo'lishi kerak. Biz read message deymiz. Tushunasizmi? Confirmed users ichida unconfirmed bo'lishi kerak. Xabarlar in read messages print ftm bo'lib ketib qoladi.
print string bilan bu xabar shuni ikkita qilmasa bo'lmaydi. Bu xabarlar desindayu xabarni chiqarsin. Nuqta title bilan. Ana bo'ldi. Davay. Yo'q. Pop from empty list. Unread messages ichidan pop qildik, to'g'rimi? Bizda ham unread.pop. Nimagadir xatarga ketib qoldik-da. Qayerdadir. Topdim. Pop from empty list. Unread messagesdan. Allaqachon to'ldirib qo'ygan narsamizda bu confirmed. Adashdim. Mana anaqa deyapti-da, mana xabarlar o'qildi. Bu xabar hozir mana anaqa deyapti-da, keyin o'sha yana hello gacha chiqaryapti, to'g'ri, to'ppa-to'g'ri chiqaryapti-yu, lekin sразу bitta nima ham berib ketyapti. Mana anaqa chiqaryapti-da, following degan narsadan o'sha xabarda o'sha ketyapti hatto. Print deyapti, endi display qilishimiz kerak hammasini xabarlar. Chunki sal xato ketib qoldi. Yana misol uchun print qilishimiz kerakda, xabarlar o'qildi, confirm bo'ldi. Xo'p, keyin har bittasi for xabar dedim. Xabarlarni, ya'ni read message ichidan bo'lsa, confirmed userlarni ichida title bilan chiqarsin. Ya'ni xabarni ichidan title bilan chiqarsin. To'g'ri, lekin men hozir to'g'ri qildim-ku bu yerda. Appendni hozirgi current userga tengladim, xabarlarga tengladim. Mayli, sho'q. Xabarlar popda har bittasini olish kerak edi-da. Bo'ldi. Bitta narsani e'tiborga olamiz. Shunchaki while tashlab ketishim kerak edi. Nimagaki while true deb o'zim aytib qo'yapman-da. While true deb aytib qo'yganim uchun xato chiqyapti. Chunki while true to o'shamiz false bermagunicha qaytaraveradi-da. O'sha pop metodi bilan bitta sug'urib oldi-da, o'sha qolmadi. Tushunyapsizmi? Qolmadi. O'sha ichidagi xabarlar qolmadi. Keyin aytibdi-ki, o'sha pop metodi ishlamaydi boshqa. Chunki o'sha hamma nimalarni ishlatib bo'lding, deyapti. Agar men buni false qilsam-chi. Bo'ldi, tushundim xato nimaligini. Qarang mana. Endi hech narsa chiqmaydi. Chunki o'sha allaqachon aytib qo'yamiz, xabarimiz o'sha ishlamasligini. Shunaqa xabarlar degan narsa bo'lishi kerak. Endi mana bu yerda mana bu qilishimiz kerak edi. While yozishim kerak-da-yu, while deb aytishim kerak-da-yu, pop metodini mana bu yerda ishlashim kerak edi. Ya'ni unconfirmed users deb aytishim kerak edi. Mana uni aytib ketishim kerak edi. Ya'ni unread messages bo'lish kerak edi. Keyin bo'lardi. Va keyin unread messages bo'lardi. Ya'ni unread messagesning ichidagi mana endi nima qiladi? To'ppa-to'g'ri ishlaydi bizda. To'g'ri, ko'p narsa chiqarib yubordi. Shunaqa bo'lish kerak deb aytolmayman, chunki bitta narsani mana bunaqa qilib chiqarish kerak edi. Bizdachi ko'p narsa chiqarib yubordi. Ya'ni har safar o'sha necha martada qaytardi bu narsani. Bu qanaydir xato ishlayapti. Xo'p, ko'ramiz nimaga. Xabarlar beryapti-da-yu, usersning ichida unread messages, ya'ni bu yerdan pop metodi ishlayapti. Xabarlar print deyapman, xabarlarni avvalo chiqarib olyapman. Undan keyin append metodi bilan qo'shib print xabar o'qildi va xabar har bittasi uchun titleda ko'rsatilishi uchun for xabar and read messages. Okay, that's all right. Juda ham to'g'ri ishlayapti menimcha. Bundan boshqacha bo'lishi mumkin emas. Mana unaqa chiqishi kerak edi. Verify users bo'lishi kerak edi. Ana xabarlar o'qildi deb. Bu xabar o'qildi. Qarang, keyin how's your plan tomorrow? Va xabar what are you doing? Va how are you? Bu xabar o'qildi. How are you? Xuddi shunaqa chiqaryapti. To'g'ri. Bir tomondan to'g'ri, lekin bir tomondan qayerdir noto'g'ri ketib qolyapti. Shunaqa chiqadi. Mana shunaqa chiqadi. Faqat bizda o'sha ikki nuqta qo'yilmagani uchun shunaqa narsa chiqaryapti. Following users has been displayed. While confirmed, xabarlar dedik.
Juda qandaydir menga yoqmayapti buni turishi. Qiziqda. Confirm dedik, bu narsani print bilan chiqardik. Popdan tashqari mana bunaqa qilib oldik. Va pop metodi bilan print qildikda verify users dedik. Not really necessarily. O'qildi dedikda, o'sha narsani hozirgi xabarlarning ichidan title bilan chiqartirdik. Keyin o'sha o'qilgan xabarlarni ichiga qo'yib following users o'sha bu xabarlar o'qildi deyish kerak. Har bir xabarlar uchun to'g'ri, to'g'ri. To'g'ri ishlayapti, hech narsa xatomas. Yes. Chunki while loop qachonga to'xtatmaganicha o'shancha aylanadi-ku baxir. Qanchalik ahmoqchilik. Xo'p, ketdik endi mana olamizda-yu. Endi ishlatib ko'ramiz mana. Print base. Bu juda ham oson. Aytasiz while, misol uchun aytibdiki, mushuk degan narsa in paths xabar bo'ladigan bo'lsa, nima qilasiz? Yana paths nokta remove cat. Ya'ni mushukni remove qilishini so'rab tashlaymiz, xuddi mana bunga o'xshab. Ya'ni o'sha remove qilasan deyapti, o'shani ham print qilib chiqarib tashlaysan. Ya'ni cat print pats. Mana run qilsak qayerga ketadi buncha? Nimaga? Chunki print ichiga qolib ketibdi. Harakat. Ana shu narsaga e'tiborli bo'lishim kerak. Shuning uchun boyagi tepadagisi ham ko'p chiqdi. Va print ham qolib ketgani uchun chiqaribdi buncha narsani. Print qolib ketibdi ichida. Mana fordan tashqarida. Shu uchun. Mayli, chiqib o'zi o'rganib oldim. Pets, dog, cat, dog, korоче, hayvonlar va o'shandan print pets birinchi navbatda o'sha общий listni chiqaryapti-da, undan keyin remove cat qilib mushukni chiqartirib tashlayapti. Juda ham tushunarli. Xo'p, yaxshi, menimcha o'sha functionsga kelib qo'ydik. Men bu uncha narsani hammasini sizlarga hozir rename while .py deb olamizda. Men sizlarga tashlab beraman bu narsani bemalol ishlatib ko'rishlaringiz uchun. Juda ham yaxshi. Mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi darsgacha nasib qilsa ko'rishamiz.